Prezidentimizning PK9-sonli qarori kitobxonlikni jamiyat hayotining muhim qismiga aylantirishga qaratilgan muhim hujjat hisoblanadi. Ushbu qaror doirasida 2026-yildan boshlab aholi o'rtasida yiliga kamida 10 ta kitob o'qish maqsad joriy etilmoqda. Bugun Ellikqal'a tumani axborot kutubxona markazida tashkil etilgan Milliy uyg'onish xonasi ham aynan shu ezgu maqsadlarga xizmat qiladi. Shuningdek, Ellikqal'a tumani hokimi tashabbuslari bilan kutubxona fondi yangi, zamonaviy va badiiy adabiyotlar bilan muntazam boyitib borilmoqda. Jadidlar ilgari surgan ma'rifat va taraqqiyot g'oyalari bugun ham dolzarb bo'lib, bu tashabbuslar orqali yoshlarni kitobga va ma'naviy uyg'onishga yetaklashni maqsad qilganmiz.